Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Navbatdagi savolimiz kodlashga doir ekan. Endi qarang, bir korxonada deyapti, 10 ta xodimning har biriga kompyuter berilgan. Demak, 10 ta kompyuter bor degani. Har bir kompyuter kuniga o'rtacha 256 megabayt. Ya'ni bir kunda 10 ko'paygan 256 megabayt axborot xizmat fayllari serverga yuboradi. Ya'ni bular yuboriladi serverga. Serverning umumiy qattiq disk hajmi 500 gigabayt. Biz diskni nima tasavvur uchun 500 gigabaytni chizay. 500 gigabayt ekan bu. Xo'sh. Serverdagi diskning 30% endi 500 ning 30% degani 10% 50, 3 ta shunaqa 10 bo'lsa 150%, 150 gigabayt taqriban endi men juda ham chiroyli chizmasam xafa bo'lmaysiz. 150 gigabayt mana. 150 gigabaytimiz operatsion tizim va boshqa dasturlar uchun band qilingan. Endi kompyuterni o'ziniki uchun band qilingan, zayn qilingan bular hammasi. Xo'sh, aytyapti, xodimlar har kuni ishlaganda serverdagi bo'sh joy faqat fayllar uchun ishlatilsa, ya'ni mana buni oqim uchun ishlatilsa deyapti, disk qancha kunda to'lib qoladi? E'tibor bering. 500 dan 150 ni ayirib tashlasam, manda nima qoladi? 350 gigabayt qoladi. Lekin bizdagi ma'lumotlar nima turibdi? Megabayt turibdi. Hammasini yo buni ham gigabaytga o'tishim kerak yoki buni megabaytga o'tishim kerak. Keling, men shuni bunaqa qilaman. 350 ko'paygan deyman. 1024 desam, hozir bu endi 350 gigabaytimiz megabaytga o'tdi. Demak, umumiy hajmni biz tugatishimiz uchun har kuni biz ma'lumot oqimi yuboramiz. 10 ko'paygan 256 ni 10 ta kompyuter bor-ku. Bir kunda shunaqa jo'natsa, necha kunda bizga topishimiz kerak. Xo'sh, 350 bilan 10 ni men qisqartirsam, manda tepada 35 qoldi. Bo'ldi. 1024 deganim bu, mana yozib qo'yay. 35 ko'paygan 1024 degani bu 2 ning 10-chisi degani. 256 degani 2 ning 8-chisi degani. Xo'sh, 2 ning 8-chisi bilan 2 ning 10-chisi, ya'ni darajalar bir xil bo'lgan, asoslari bir xil daraja sonlarda bo'lish bo'lganda ayirib yuboramiz. Ya'ni 10 bilan 8 ni biz qisqartirib yuborsak, bizda qoladi bu yerda 2, ya'ni 2 ning 2-chisi. Bu 35 ko'paygan 4. Ya'ni 140 kun ekan. 140 kunda bizning diskimiz to'liq band qilinadi ekan. Tushunarli bo'lsa, rahmat.